Sergeli Xonoboddamiz, Izzatbek mahallada. Orqamizda ko'rib turgan 3 o'tli tayyor kottejimiz sotuvga chiqdi. Okalar, videoni obzorini like, kommentariy, podpiska esdan chiqmasin. Videoni oxirida uyimizning narxini aytib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Uy kirib kelganingizda 3 ta 4 ta mashina uchun bemalol joy bor. Yo'da letniy kuxnya uchun ham joylar bor. Xo'p, zelenay zonasi ham bor. Ahamiyat bermaysizlar, odam yashamaganligi uchun qaralmagan. Uy kirib kelganingizda mana shunaqa katta hol kutib oladi. Bu yerda zalimiz. Uyimizda полный теплый pol qo'yilgan. Kuxnya. Детский. Общий санузел. Sanuzullarimiz ham kattagina. İkinci tashlab kelganimizda ikkinchi hol. İkinci sanuzulimiz ham. İkinci zalimiz. Bu 3 sotuvli tayyor kottejimizdagi 144 ming so'rashyapti. Bundan ham faizli, bundan ham yaxshi obyektni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanalga podpiska bosib qo'yinglar.